Siz yer sharining to'xtamay yuqori sur'atda aylanayotganligini, ammo bizning bu harakatni his qilolmaydiganligimiz ustida o'ylanib baqdingizmi? Hammamizga ma'lum, yer shari har 24 soatda bir qatim o'z o'qida aylanadi. Ekvator atrofidagi aylanish sur'ati taxminan har sekundiga 456 metr keladi. Dal mushu yer sharining o'z o'qida aylanishi bo'lg'achqa kecha-kunduz almashish shakllangan. Lekin shuncha valla yuqori sur'atda aylanayotgan yer sharida yashaydigan biz insonlar nima uchun uning o'z o'qida aylanishini his qila olmaymiz? Bu hammamiz qiziqadigan va o'ylanishga tegishli masala. Undaqda biz birlikda buning javobini ko'rib boqaylik. Amaliyotda barliq jismlar o'xshash bir sur'atda turganda atrofdagi barliq shaylar bizga bir xil tinish holatdagi soxta ko'rinishni shakllantiradi. Ya'ni yer sharidagi barliq shaylar, jumladan biz insonlar yer shari bilan o'xshash turaqli sur'at bilan birga aylanadi. Faqat yer shari o'z o'qida aylanishdan to'xtaganda biz ondan uning harakat qilganligini his qila olamiz. Masalan, agar siz soatiga 800 kilometrlik sur'at bilan uchayotgan aeroplanning ichida bo'lsangiz, siz ko'rgan bo'limcha ichidagi hamma narsa tinish holatda turadi. Bu joyda siz o'zingizning midirlayotganligingizni his qila olmaysiz. Agar aeroplan xodimi sizga bir stakan suv quyib bersa, bu bir stakan suvmi tuyuqsiz to'kilib ketmaydi. Chunki stakan bilan siz aeroplan bilan o'xshash sur'atda to'xtamay harakat qilyapsiz. Lekin yer yuzidagi insonlar beshini ko'tarib bu aeroplanni ko'rganda, onda sizning tez sur'atda harakat qilayotganligingizni his qila oladi. Agar aeroplan sur'atini tezlatsa, sizga bo'lgan sezimi nihoyat ro'shan bo'ladi. Bu dal inersiyaning ta'siridan bo'ladi. Amaliyotda yer sharining o'z o'qida aylanishi shunga o'xshash qoida. Agar yer sharining o'z o'qida aylanishi tuyuqsiz tezlashib yoki ostilab ketsa, bizga bo'lgan sezimi aniqla ro'shan bo'ladi. Mana shu chog'da biz yer sharining harakat qilayotganligini haqiqiy his qila olamiz.